Toshkent shahrining Chilonzor tumani soat taxminan tungi 2:30 noma'lum shaxs shu hududda o'rnatilgan banklardan biriga qarashli bankomatni ochib, ichidagi pullarni o'g'irlab ketmoqchi bo'ladi. Buning uchun u dastlab bankomat atrofida aylanib, vaziyatni o'rganadi. Osongina pul topishni niyat qilgan gumonlanuvchi hech kim yo'qligiga ishonch hosil qilgach, bankomatni buzishga kirishadi. Yerdan tosh olib, temir qutini urib, ichini ochmoqchi bo'ladi. Mehr ko'chasidan yoqasi kvartaliga qarab kirib kelayotgandim. Men bankomatni ko'rdim. Oldida tosh bor ekan. Toshni oldimda bu yeriga urdim. Urinishlar zoyi ketdi. Gumonlanuvchi pullarni olishga har qancha harakat qilmasin, uddasidan chiqa olmadi. Pul almashtirish qurilmasini buzishga buzdi-yu, ammo ichidagi seyfni ocha olmagach, voqea joyidan yashirinadi. Tradingda 10 million qarz olib, birovga ishonib, menga ko'paytirib berishiga ishonib, uni tutqizib qo'yganligiga, shu qarzlarimni to'lash maqsadida shu ishni qilgandim. Oldimdan bankomat chiqib qoldi. Pullarni olmoqchi bo'ldim. Oldini ochdim. Ichida yana bitta kattaroq seyf bor ekan. O'sha seyfdan yana harakat qilib ko'rdim, ocha olmasligimni bildim. Meni kechirishingizni so'rayman. Qilgan ishimdan juda ham pushaymonman. Shu kuni seyf ichida 552 million so'mdan ziyod mablag' saqlanayotgan bo'lgan. Bordi-yu gumonlanuvchi seyfni ocha olganida bu pullarni o'g'irlab ketgan bo'lardi. Pul ayirboshlash shoxobchasiga keltirilgan zarar 30 million so'mni tashkil etgan. Navbatchilik qismiga kelib tushgan xabarga asosan bankomatni qasddan buzib, ichidagi pullarni egallamoqchi bo'lgan shaxs tezkor qidiruv tadbirlari natijasida gumonlanuvchi sifatida qo'lga olindi va dastlabki tergov harakatini amalga oshirish uchun Chilonzor tumani tergov bo'limiga topshirildi. Mazkur holat yuzasidan marhum ismli shaxsga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-moddasi 4-qismi A bandi bilan jinoiy ish qo'zg'atilib, unga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Hozirda ushbu jinoyat ishi bo'yicha dastlabki tergov olib borilmoqda. Aziz yurtdoshlar, hurmatli tadbirkorlar, bunday holatlar sodir etilmasligi uchun ehtiyot choralarini ko'rish zarurligini eslatib o'tamiz. Unutmang, Ichki ishlar vazirligi qo'riqlash xizmatiga ulanish mana shunday ko'ngilsiz vaziyatlarning yuzaga kelishini yoki jinoyatlarning sodir etilishini oldini oladi.